Tez yordamning ishi qiyin. Kasal bo'lsangiz bizni chaqirishingiz tayin. Ko'p bemorlarning gaplarini ko'taramiz. Ba'zan biron mashina buzilib qoladi, itaramiz. Ba'zi bir kasallar qog'oz qalam qiladi. Shunisini aytaman-da, odamga alam qiladi. Ha, bo'pti. Mana bu bemorga ertaroq chiqaylik, bizga muhtoj. Yordam qilaylik. Ketdik. Qani? Qayerda yuribsizlar? Ahvolim og'ir. Voy, boshim og'riyapti. O'zi ham tars yorilaman deyapti. Aka, sizni ham o'yladik. Kutib qoldi dedik. Lekin bizni ham to'g'ri tushuning-da. Sizdan ham og'irroq bemorni oldida edik. Aka, qani tekshirib qo'yaylik sizni. Osmon uzilib yerga tushganda chaqirdingiz-ku bizni. Qani? Aka, shikoyatingiz bor ekan o'tingizdan. Kakras, o'girlik, bitta ukol qilamiz, ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Qanaqa o't? O't! Qanaqa o't? O't joyidan boshim og'riyapti. Boshingizni og'riyapti. Kecha rosa o'chibmiz. O'zi ham ertalab kechishibmiz. Aka, oddiy bosh og'riqqa ham chaqirasiz. Yana sal kechiksak, baqirasiz. Aka, bizga qilmasdan g'iding-biding. O'tingizga siqsaychi. Ey xaloyiq. Oddiy bosh og'riqqa ham, burga tepsa ham chaqiravermangiz. Bundan og'irroq bemorlar bor. Ulgurmayapmiz. Boshim